Assalamu alaikum qarindoshlar. Qadr qilganlarni tutungmi? Bu nimada YouTube kanalida nahmadan qilish biroz nima bo'ldi ekan? Da ekranning to'g'ri shakllari yaxshi chiqmay qoldi ekan. Shunda o'smi bir shaklda ushur berish shaklda bunday ishlashga to'g'ri kelib qoldi qarindoshlar. Ekranni bunda qilsak to'g'ri shakl shu edi. Qarindoshlar, endi bu Türkiye'deki virüsün kengeyishi biraz ciddi bir şekilde tez süratli kengeyiş altıda bulavardı. Bununla tedbirini algan takdirdimi adamcık olganlık için adamcıklıktan başka yani adamın joylashishi zich olganlık için tedbirini algan işladımı yani dil joyida bo'lmaydigan yani ünümlük netice alab qoldi ekan. Devlet kanal olmasın bir şekilde Türkiye hükümeti ciddi şekilde bazı bir nimelerni elayotgan bo'lsa-mu, ama tarqalish surati ayta hasalab mengyapti qarindoshlar, hammamiz ko'ryapmiz. Akşam mayına 200 ga yaqinlab qolganligidek 191 ning sonini ko'rgandik. 2 odamning hayotidan ayrilganligini angladik. Şu an endi biz bu İstanbul'daki yaşayotgan Uyg'urlar bir şekilde biraz nimemizni ciddi şekilde kötelsek, sezgürlüğümüzni yoki bo'lmasa hushyorligimizni o'stasek nayt yaxshi bo'ldi ekan deb qaradim. Nurg'un qarindoshlarimiz bu to'g'riliq ovozliq shaklida har xil o'zining ko'z qarashlarini, fikrlarini o'tirib qo'yapti. Alloh razı olsun. Şunun bilan birga men bir necha nuqta to'g'riliq nuqtada shu o'zimning ko'z qarashini o'rtoqlashay dedim. Birincisi tünigen biraz qarindoshlarımızdan deyishgan bo'ldik. Hozirgi şu ciddi ahvolda akşamki hükümetning tavsiyasida 3 hafta talağa chiqmaslik to'g'risida bir nimbadi. Bek ciddi zürürümağa halasıda talağa çıkmasını tavsiye kıldı. Bolsa tünigen bir uçurunu gördüm. Safa koydaki bir aşxanınki, Uyghur qarindoshlarimiz tarafından aşxanınki tamaqni yetkizib berish mulozimatini yo'l qo'yganligi to'g'riliq. Bular bu aşxana ichayotgan qarindoshlarimiz xaridani ichiga boshlamasimi bir şekilde muşda mulozimatlarni qanot yaydirib hammadan uyda tamoq etib yeyish imkoniyati bo'lmaydi. Bazı boyutta ayak tamoq etishni huquqmaydigan qarindoshlarimiz ham ko'p. Onun için ularning ko'z tutgan ahvol ostida bir arlıqni yani uyga tamoq aparish jarayonidagi inson bilan uchrashish jihatda bir maskalani taqib, palaylini kiyib, bir poch pulni yenimizga ilib olib degan şekilde bir mulozimat shaklida davomlashtirsak bu yaxshi bo'ldi deb qarayman. Tamoqni mushukni oldi qo'yib qo'liga bermay pulni bunda bir boshqa yerga qo'yib shu yerdan ilib bunda bevos ushirish bo'lmasa bunday shaklda ishlarni qilsak, mushlarga diqqat qilsak, çünkü pulda yuqish ehtimolligi yuqoriligini da'vatida ayni olimlarning ba'zining o'tirib qo'ygan dalillarida u virusning qog'oz yuzida 9 kunga yaqin hayot tura oladiganligidek ahvollar da'vatida. Onun için biz shu mayli pochta yo'llanmalarini alaylik uyga, mayli pullarni alaylik derhal bir şekilde ya palay orqali ilish yoki bo'lmasa tutqandan keyin derhal qo'limizni shu vaqtning o'zida yuz ko'zlarimiz, burunlarimizni tutishdan burun derhal qo'limizni pak so'pillab yuvish yoki bo'lmasa dezinfeksiya nimalarida qo'limizni dezinfeksiya qilsak buning oldini og'iladi deb o'ylaymiz. Shuna bilan birga bu mulozimatdan boshqa qarindoshlar anandan keyin yana bir qildigan ishlarimiz bizning shu hammamiz ham uyda bo'lganlikdan mayli yaqin oraliqda qo'shni xodimlarimiz bilan hammamiz uyda demlash olgandan keyin bolalarimiz birga o'ynasin. U bu deb mana shaklda ishlarni qilmaganimiz yaxshi. Chunki o jarayonda yani kirib chiqish bo'ldi, uchirish bo'ldi. Bizda bo'lmasa boshqalarga bizda bo'lsa boshqalarga yuqtirib qolamiz, boshqada bo'lsa biz yuqtirib olamiz. Bolalarga ig'ir darajada
hayatıga tehdit ilip kelmegen bilen lekin ballı virusunu kötürüp başkalarga juqturuş nimesi var eken, tehdidi var eken. Onun için qarindaşlar bu virus ballarning öküsde yoki bo'lmasa hayotga xavf olib kelmasmi, lekin başkalarga kötürüp olib chiqib yo'qishda balkim undaq ko'rikli rol o'ynab qilishi mumkin. Shuning uchun hammamiz o'zimizning oilasini o'zimizning uyda tutib, o'zimizning uyda jamoat namoz o'qib, o'zimizning uyda jamoat shaklida bir Qur'onlarimizni qaytadan ko'rib chiqib, yoki bo'lmasa shu televiziyalarda avlod programmamizning nihoyat yaxshi mazmunlar bor. Shuningdan foydalanib o'qib o'rganish, andan keyin nurg'un yaxshi kitoblar bor ekan kitobxonada qarindoshlar. Şu olgan kitaplarımızı o'qib bo'lgan bo'lsak, yana bir qatam o'qib, o'qimagan bo'lsak kitobxonadan keldirib bir şekilde bir keldirib shuni o'qisak, mushu uyda turgan vaqtimiz nihoyat ma'nili o'tadi qarindoshlar. Onundan başka ijtimoiy uchur vositalarida biz yana Xitoyga qarshi ijtimoiy uchur vositalardagi haqlar boshqalar yo'llagan, Xitoyning olib berishini ichayotgan, bugungi Türk xalqimi, Türk hukumatimi tunayotgan bu virusning Xitoydan kelganligini, Türk xalqiga mushundaq bir şekilde baloyi ofatlarni keltirayotgan sababchisining Xitoy tajovuzchisi ekanligini yana bir qatim amaliy shaklda tushuntirishga bir fursatimiz bo'ldi qarindoshlar. Bu biz uyda o'tirib bo'lsa-mu, bu şekilde çoğu Türkçe bilgilerimiz Türkçe, avazlık, yazıkçı bilgilerimiz yazık şekilde bir şekilde bunu düşündürüş kısak, nait yaxşı oldu. Bu şekilde emli, hem adamın noktası, zihni bir şey merkezleşken ahvalası da bu virüs merkezleşken. Bunun takat kusunun Xitay ekanligini, bu virüsün məqsədlik takat qalıqını, aynı birinci qitim ölgen 89 yaşlıq kişinin mi Xitaydan juqturğanlığını hükümet deyatkan bu mezgilde biz bunu çoğu gün tertipke ekilip bunu sözlesek, ictimai uchur vasıtalarımızı takassak ünümlük neticeye erişeleyimiz qarindaşlar. Mana bu Xitay tajovuzchilariga 10 atom bombasını atkan dımı güçlük karşılıkımız bulgan buludu qarindaşlar. Şunun için biz kolumuzdaki atom bombasının dım paydalanışını, bunu Xitay qartıp itişini bilsek nayet yaxşı olur dep qarayman qarindaşlar. Bu ikinci noktadaki özümüzün düşüncesi. Üçüncüsü de qarindaşlar, hem de bu 2 hafta, 3 hafta yoki bir ay sürülüp gidip qolib qolsa, mesela uyning ijarasi beshimiz keladi. Hem de uyning xarajatini yoki bo'lmasa yemek içmekni uya bu yerdan har qilayotgan qarindoshlarimiz bo'lsin, yoki bo'lmasa o'zimiz burun besib qo'ygan bo'lsin, tayyorligimiz bo'lsin. Bir şekilde yetken bilen besib qolanmagan yoki alanmagan yoki qo'shiq ichib ketgan qarindoshlarimiz, açlık ihtiyoji olan qarindoshlarımızga yetkizishmi bu şekilde bir qiyinchiligimiz var. Qiyinchiligimiz tug'dirdi, mayli tashkilotlar olsun, mayli shu ishni qilayotgan qarindoshlarımızga. Yana bir jihatdan shu kerakli bo'lgan iqtisodni jiddiy shaklda to'plashgani uchun bir qiyinchilik tug'iladi qarindoshlar. Shuning uchun bu qiyinchilikni shu mesela Safako'dagi doir qarindoshlarımızning üstün ciddi şekilde çıkıdığan bir şekilde onu ictimai uchur vasıtalarida aloqalashib, şu qarindoshlarımızga kerakli narsalarni akilib beradigan, yetkazib beradigan qarindoshlarimiz ishkaldigicha olib berib, bir şekilde yüzümüzü ko'rishmaymi, bir şekilde shu hareketlerini planlıq teşkil etsek, ihtiyacı olmagan, zürüriyeti tug'ilmagan şekilde ciddi mezgilde ortiqcha xalqni bununla seferber qilishga diqqatini burmasak demekçi. İhtiyacımız olmasa bunu demesek demekçi arkadaşlar. İhtiyacı zaten kalmadı, öyle açlık kalmadı. Yani ballarımız açlar, kakşavatıdı, yığılavatıdı. Bunun nispeten kısak. Aldığın ilişkiler bildirini ciddi kullansak. Lakin 5 aylık ya 10-15 günlük nesimiz var. O kokap gidip 10-15 günlük gibi aç kalamam edip 10-15 günlük keyingisinin galibesini kılmasak demekçi. Çünkü onda kısak o kılavatkan qarindoshlarımızın yükünü ağırlaştırıp koymayız. Hazırkı degandek iqtisod to'plash to'sqinlik uchrayotgan bankiy savatlar olsun, mayli narsani elib kelishayotda insonlar hamma sirtdan chiqishni andish qilayotgan, manga yuqib qolarmikan emas, menda yuq bo'lgan bo'lsa, boshqalarga yuqtirib qolamanmi deb ansirayotgan bir shaklda biz yana bu xizmatlarning nimasini oshirib etib qolsak, vaqtida yaxshi bo'lmay qoladi qarindoshlar. Onun için bunun bir şekilde tar dairede yoki bo'lmasa halvolab ketaladigan yoki qo'shni qo'llarimizni oriyat olib turadigan shaklda olsa, shu shaklda
ariyet eliş yoki bo'lmasa o'zimizning ehtiyojini qanday shaklda o'tab tursak, qiyinchiligimizni hal qilib tursak. Anandan keyin bir şekilde onundan keyin ma ishlab chiqqandan keyin bir şekilde uni qo'shniqlarimizni olgan qarzlarimiz olsun yoki bo'lmasa demak çoğunum qo'shniqo'lim deganimiz yaqin araliqdagi kishilar bilan muomala qilib tursak. Çünkü başka rayon atlab, mesela Zeytinburnu'ndakining Safakoyga, Safakoy'dakining Zeytinburnu'ga kelip mandaq şekilde yol yürüp bu şekilde yol yürüyüş jarayonida boshqalarga yuqtirib qo'ydigan yo boshqalarni yuqib qoldigan ahvollar bo'lmasa demakchi. Ma'nimamni qisqartib şekilde deganim qarindoshlar. Anandan keyin müşte ahvalasında yuqtirilish ya yuqtirib qo'yish ahvollari mavjud bo'lib qoladi. Shuning uchun bundan narsaga diqqat qilsak. Anandan keyin uyning kira masalasi bor qarindoshlar. Kira masalasi nayt bir ciddi mesele. Onun dikine hazırlık şu 2-3 haftalikda mesela nurgun aşxallardaki xizmetçiler siz qilish ehtimolliği yuqori bo'layotdi. Mesela Uyg'urlarimiz o'zimizning nimesini ko'zga tutganda qarindoshlar. Anandan keyin boshqa xizmat qilib kunlik pulni tepib aylık pulunu tepib qilayotgan mayli kirakeşlik olsun, mayli har xil soat tijorat olsun, korxona ochayotgan qarindoshlarimiz uchun belgilik darajada tijarati to'sqinlikka uchrash orqali kirim manbasi tuvallaydi degan gap. Bu yerda ish xizmatchilar ishsiz qolgandan keyin uningga bir oylik maoshini oldin berish imkoniyati bor shirkatlarmi bor, yo'q shirkatlarmi bor. Bor shirkatlar bor shaklda bir hal qilib tura olsa texi yaxshi şu qarindoshlarımızdan. Yana birisiga ko'pincha qarindoshlarimiz biz Uyg'ur qarindoshlarımızın uylarida ijara o'tiryapmiz. Bu masalaga nisbatan shu qarindoshlarımızın uy ijarasımızın xo'jayini Uyg'ur yoki o'zimizning millatidan bo'lgan bo'lsa, shu qarindoshlarımizga chiroyli deb qarindoshlar beraligancha berib turib, qolganini benisi shaklda qilib, bunday shaklda hal qilish yo'llarini izlansak, nihoyat yaxshi olur deb o'ylayman. Balkim shunday shaklda ishlarni qilyotdi qarindoshlarimiz. Bo'lsa, mush shaklda icari beriyotganlimi bu hozir kelayotgan bu musibat bütün dünya xarakterli Xitoy tajovuzlarining taqishi bilan virusni dunyoga bu şekilde bütün dünya xarakterli falokat ahvoliga duch kelyotdi. Hamda hukumati bor. Mesela Amerika hukumati bo'lsin, o'zining xalqiga, ishsiz xalqiga bankining o'simini to'layolmaydiganligi, uy ijarasini to'layolmaydiganligi mablag' ajratdi. Yevropadami shu. Ama Türkiye hukumati o'zining garajdalarga qilishga kelishdi ama bizning unda nimamiz yo'q, unda sistemimiz yo'q, unda davlatimiz yo'q, unda bir kuchimiz yo'q. Onun için qanday qilamiz deganda biz o'zimizning masalalarni mush shaklda amal va oson shaklda hal qilishga tirishsak nihoyat yaxshi bo'ladi deb o'ylayman qarindoshlar. Shunga bu masalalarni nihoyat atrofli shaklda bek davran vaqirab şekilde ketmey, caqırab ketmeyen şekilde ani kendin birsimizge döngen ya ateşkilatın anda alıp ketdi. Ma teşkilat mani qıppamida emas. Çünkü hazır mesela devlet organları bir mecburi şekilde qanday deganda devlet xodimlari mesela şu aldığın septi xizmet qilayotgan mesela şu xizmet xodimlarining naytdi nimisi to'liq müdafiye şekli tuluq, meyli saksısı olsun, meyli dezinfeksiya qilayotgan xizmetçisi olsun, meyli doktor olsun. Hemmesinin nimenin aldığını eliş hizmetleri, virusun aldığını eliş şekildeki kiyimleri tuluq şekilde hizmet kılıvatıdır. Ama bu teşkilatlarının, Uygur teşkilatlarının olsun, Uygur pedakarlarının olsun, onda nəsi tuluq emas qarindoshlar. Şunuşqa bir iş mümkün maylı turuplam, manda meseleye nispeten aldığını raplan biz uyda türülüp var vaqırab keldigan, onu bunu naraz oladigan ahvallarni o'tirg'i chiqarmayib, bir şekilde çö deganda ishni nihoyatda atrofliq o'zimizning kuchiga tayinish, atrofimizdagi qarindoshlar bilan hamkorlashib ishni hal qilish, shu rayonda o'zimiz turayotgan rayondagi qarindoshlarimiz bilan va çö deganda qo'shni qo'limlarimiz bilan hamkorlashib ishni hal qilish shaklda ilib borsak nihoyat yaxshi bo'ladi deb qarayman. Shunga yana bir eskartib qo'ydiğimiz qarindoshlar, ahvol biraz Türkiye'de ciddi tusga kiryapti. İnsanların bugün pek artıp ketişi mümkün adamın sani. Onun için bunun pek müdahale etmeyi fakat üzümüzge etrafımızdaki qarindoshlarımızga jekilab ijtimoiy uçur vasıtaları arqali aloqa tutsak bir-birimizning salomatligi kerakli narsalarni ciddi emasligini shuni da aloqalashib tutsak anandan keyin deganda
özümüzden aitdi psixikimizni tanışgan şekilde anondan keyin ço degende uyda Habemki degenimizge okşaş vaqtimizni bekor o'tkazmayli, ibodatimizni vaqtida qilib, Allohga yelinish bilan birga cho deganda o'zimizning ma'naviy ro'yimizni to'liqlash, ma'naviyatimizni to'liqlash uchun cho deganda shu kitob o'qish, ana degancha bir izlanish, şekilde tefekkür qilish, şekilde nima ilib borsak, nihoyat yaxshi bo'ldi deb qarayman. Chunki vatanimizga qarindoshlarimiz bu hozir biz beshimizga kelgan kunni o'tkazib bo'ldi. Allah'ın izniyle o qarindoshlarimiz nihoyat salomat şekilde bir nima qildi. Endi biz o qarindoshlarimiz mecbur şekilde usloyni qizib, naqshet qizib, epizod ishligizib qizdi. Bizde bir yerde hechkimiz unda bir şekilde mecburlaydigan Xitoy Komünist Partiyasi yo'q. Onun uchun cho deganda biz o'zimizni nihoyat yaxshi şekilde ailemizni qanday şekilde yaxshi o'rinlashtirish, ailemizning shu hayotini, shu vaqtini qanday şekilde tertipga ekilish, qaysini o'rganish, ani kendin farzandlarimizga bir narsani bek bir şekilde bundaq zo'rlash shaklida bir narsalar bo'lmasin qarindoshlar. Farzandlarimizni o'ynaydigan vaqtda o'ynaydigan bo'lsin, kitob ko'radigan vaqtda kitob ko'radigan bo'lsin. Bundaq bir narsani tefekkür qilgan vaqt tefekkür qilgan vaqt shu bo'lsin. Bir şekilde mecburlash o'zimizning ideyasi, o'zimizning tushunchasi bilan emas, balaning hozirgi holati nimaga ehtiyojliq, bala qanday hozirgi holatida nima qilsa bo'ladi degan narsani ilmiy nuqtadan chiqib turib, balani shunda tarbiyalashga ma'qul qilsak, shuna sharoit hozirlasak, nihoyat yaxshi bo'ladi deb qarayman qarindoshlar. Shuning uchun bu yerda o'zimning bir ko'z qarashlarini har biri bilan o'rtoqlashgim keldi. Gapimning to'g'ri yerlari bo'lsa, anlab shu şekilde bir tushunchanglarni birlashtirsanglar, xato yerlari bo'lsa joyida qilib qolsa degan umiddaman. Allohga emanet bo'linglar.